Bugun mol tilidan uy sharoitida tushunka qilib ko'ramiz. Birinchi liboy bitta katta idishda ozgina suv qaynatib olamiz. Aytgancha tushunka qilishda eng muhim narsalardan biri bu banka hisoblanadi. Bankani asosiy qaynatsa bo'ladigan turidan bo'lishi kerak ekan, bo'lmasam yorilib, sinib ketishi mumkin ekan qaynatilayotganda. Bunaqa bankalarni Daisodan topa olmadim, o'shanga ko'paydan chaqirtirdim. Sizlarga ham kerak bo'lsa, linkini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ular yangi bo'lgani uchun yuvib tashladim. Suvimiz qaynab olgandan keyin tilni tashlab bitta qaynatib olamiz, ko'piklari chiqib ketguncha. Go'sht qaynab chiqquncha maynaqa muzli suv olamiz. Go'shtlarimiz sirazi suvdan olib, sovuq suvga tiqqani. Bunaqa qilishimizning asosiy sababi tilimizni ustidagi qattiq terisini ko'chirib olish, yomon joylarini olib tashlash. Qaynab turgan suvdan muzdek suvga tushgandan keyin terilar ko'chishi oson bo'ladi deb o'ylagan edim, lekin unaqa bo'lmadi. Terisi chiqmadi, umuman kesib olishga majbur bo'ldim bittalab. Yo men suvda kamroq qaynatib qo'ydim, yo bu usul umuman ishlamaydi. Agar biladiganlar bo'lsa, pastga kommentga yozib ketinglar. Tilimizni chiroyli qilib tozalab olgandan keyin o'zimiz xohlagan shaklda to'g'rab bankalarga solishni boshlaymiz. Tilda o'zi bo'lib qolmasin deb molda biqin go'shtini ham qo'shib yubordim yengil. Go'shtlarimizga tapga qarab tuz bilan maydalanmagan qora murch solamiz. O'zi bunaqa murch ishlatmasdim, mana shu tushunka uchun ataylab chaqirtirdim. Bundan keyin lavroviy list qo'shib chiqamiz. O'zbekchalab dafna yaproqlari bo'lar ekan, men ham birinchi marta bildim. Oxirida takoy o'zlaring yoqtirgan ziravorlar bo'lsa qo'shaversanglar ham bo'laveradi. Hamma dabavkalarni qo'shgandan keyin qopqoqlarini yaxshilab yopib, qaynayotgan suvimizga qo'yib qo'yamiz. Iloji boricha idishlaringni qopqog'i yopiladigan qilib joylashtirirsalaring, ortiqcha suv havoga parlanib ketmaydi. Shunaqa qilib 4-5 soat qaynatib olamiz, yaxshilab. Jazirik qolsalaring menga o'xshab qaynayotgan tayyor suvda so'zi bilan kartoshkani qaynatib, alibiy qo'shsalaring ham bo'laveradi. Yorvorjon tushunkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana bankani sindirib qo'ydim. Qaynayotgan suv kamayib ketgandi, bankani ustidan sovuq yuboribman, sirazi yorildi, lekin yaxshi ichiga o'tmadi, hech narsa qilmadi. Endi tushunkalar sizlar bilan bir ta'mini ko'ramiz. Tushunka yeyish ham oson emas ekan. Mana bankani ocha olmasdan rosa harakat qildim. U yog'idan bu yog'idan burab, u qilib, bu qilib baribir ocha olmadim. Oxiri YouTubedan o'rganib keldim qanday ochishni. Mana chekkasida turgan qizil rezinkasini shunday tashqariga tortsa, ichiga havo kirib, banka shunday ochilar ekan osonligina. Oldin bilmagandim, endi o'rganib oldim. Sizlar ham agar shu bankadan oladigan bo'lsalaring, shunaqa qilib ochinglar. Qushlari ham juda bir ajoyib bo'pti. Pishishlari ham juda bir tobida. Hani ta'miga ham bir qiziqib ko'ramiz. Ta'mi vahshiy qaymoq olib ketibdi. Go'shtlari ham hel bo'lib ketibdi. Endi umuman tushunka olmasam kerak bozordan. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Ro'za kunlarida iftorlik va saharlikka zo'r ketar ekan. Qaymoq retseptlari uchun profilga obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar.